2025 год, 4 апреля, ребенок выходит с препаратов, всех противоэпилептических препаратов. Сейчас состояние намного улучшилось. И еще у него был ночной энуризм. По классификации доктора Джаева и доктора Худайбердиева был смешанный тип ночного энуризма. И вот ночной энуризм у него сейчас как, в общем, совсем не наблюдается, и судороги тоже. Судорожный препарат только единственный один принимает до 1/4 через 2 дня. Hop, O'zbekchalar endi aytib bering, nima bo'ldi? Siz tushmayapsiz. Yuzingiz tushgani yo'q. Ayting, nima bo'ldi? Sudurgi berardi. 5 yil oldi. Qancha? 5 yildan beri kelasiz. Kelamiz 5 5 yildan. yildan beri kelsangiz, esing bormi? 5 yildan beri ham doktor seni Baynavoga kelma deyishmadimi? Yo'q, bo'ldi unaqalar, endi foydasini bilganimiz uchun to'xtamadik biz. Unaqalar ham bo'ldi. Bo'ldi. Bor firibgar, apriz, yopishib olgan unga olib qolding deganlar ham bo'ldi. Bo'ldi. Lekin bolangizda yaxshi o'zgarish. Zo'r. Xo'p. Endi mana doridan chiqib ketyapti, mana shu o'g'li. Bitta narsani aytib qo'yay. Dorini hozir 2 kundan bir ichadi, 3 kundan bir chiqarib olamiz, lekin agar ichadigan kuni dori ichmasa, yarim kecha do'sa ham shashlik keladi. Endi bu obrazda aytilgan gap. Shashlik yeydi, keyin chiqib ketadi. Go'sht yeyish kerak. Tushundingizmi? Alloh shifosini bersin, rahmat. Nima dedi bu? Ochiqcha aytib ko'ring, nima deyishdi? Aytmayman deb. Barisi endi olim odamni yomonlasa, xuddi o'zlari olim bo'lib qolgandek bo'ladi-da. To'g'rimi? O'zi Malik G'ulomlar farqiga borishmaydi. Xo'p.